Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan oldindan olingan tezkor ma'lumot asosida Biroqqo'la tumanida giyohvandlik moddalarini noqonuniy aylanuvga qarshi kurashish maqsadida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida Toshkent-Nukus yo'nalishida harakatlanib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi boshqaruvidagi Isuzu rusumli avtotransport vositasi A380 avtomagistral yo'lining Biroqqo'la tumanida to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida fuqaroning kiyimi cho'ntagidan gugurt qutisiga joylashgan rangsiz sellofan paketga o'ralgan taxminiy og'irligi 1,14 gramm bo'lgan Opel giyohvandlik vositasiga o'xshash modda aniqlandi. Mazkur ashyo tegishli tartibda rasmiylashtirilib, ekspertiza o'tkazish uchun vaqtincha saqlovga olindi. Shuningdek, yana bir tezkor holatda oldindan kuzatuvga olingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nukus shahri hududida harakatlanib ketayotgan vaqtida to'xtatildi. Xolislar ishtirokida o'tkazilgan ko'zdan kechirish natijasida fuqaro kiyimi cho'ntagidan bir dona rangsiz sellofan paketga o'ralgan o'rami bilan taxminiy og'irligi 17,83 gramm bo'lgan gashish giyohvandlik vositasiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Tayinlangan ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu aniqlangan moddalar gashish va opiy giyohvandlik moddalari ekanligi tasdiqlandi hamda ushbu holatlar yuzasidan jinoiy ish ochilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona organlari tomonidan jamiyat xavfsizligi, aholi salomatligini muhofaza qilish yo'lida bunday tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.